Shu paytgacha pulingizni havoga sovurganingizni bilasizmi? 4 ta nari puliga 14 ta nanar tayyorlasa bo'ladi. Oson retsept mendan, layk va podpiska sizdan. Iliqqina sutimizga sariyog', dro'jja, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keragicha un solib yumshoqqina xamir qorib olamiz. Yumshoqqina xamirimiz qo'limizga yopishmasligi uchun qo'limizni yog'lab, mushtlab xamirimizni bir pastga bir chetga olib qo'yamiz. Bir pastda oshib chiqadi. Oshib chiqqan xamirlarimizni zuvalachalarga ajratib, yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Buni orasida go'shtlarimizni maydalab, jiz-biz qilib qovurib olamiz. Go'shtimiz qovurilib turguncha tingan xamirimizni duxovkaga sovoramiz. Go'shtimiz pishib chiqqunicha tuz ziravorlarini solib, go'shtimizni bir pas dimlab qo'yamiz. Mana shunaqa yumshoqqina, do'mboqqina bulchkalarimiz pishib chiqadi. Oralari shunaqa vazdushni yengilgina bulchkamizga salat bargi, pomidor, bodring va go'sht, piyozni solib, shunaqa zapravka qilib olamiz. Ketchup bilan mayonnezni men ichiga solmadim, chunki hamma o'z xohishiga ko'ra solib yeyishi uchun. Retsept yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizga danari uydagisi ma'qulmi yoki ko'chanikimi?